Dünyanın her qaysi joylaridagi Xitoyga qarshi namoyish. 1-oktyabr kuni Xitoyning vatanimiz Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilganligining 72 yilligi munosabati bilan Amerika, Turkiya, Fransiya, Belgiya, Avstraliya qatorliq davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazilgan namoyish bir qism hukumat xodimlari va rahbarlarining qatnashishi bilan bir qitimliq o'zgacha namoyish bo'ldi. Fransiyalik namoyishchilar Uyg'urlar uchun namoyish qildi. Fransiya 24 kanalining 2-oktyabrdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Fransiyaning poytaxti Parijda yüzlerce Fransiya xalqi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish jihatda Yevropa ittifoqining harakatga o'tishini talab qildi. Yevropa ittifoqi raisi Ursula von der Leyen 15-sentabr kuni Xitoy Uyg'urlarni majburiy emgak selish orqali ishlab chiqarib chet elga import qilayotgan mahsulotlarni Yevropa ittifoqi tavallikida cheklash plani borligini o'tirg'a qo'ygan edi. Namoyishchilar bu cheklamaning amalga oshishi to'g'risida o'z talablarini o'tirg'a qo'yishdi. Erdoğan Uyg'urlarni tilga oldi. Qrim xabar agentligining 2-oktyabrdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'de söz qilib, Qrimlik qarindoshlarımızın haqlarini Ukrayna'nın zimin bütünlüğü asasida himoya qilamiz. Shuningdek, Xitoyning zimin bütünlüğü asasida Uyg'ur Türklerinin kishilik huquqdan eng keng ma'noda bahrilanishini kuzatib turamiz. Quddusdan Kashmirgacha Rohingya musulmonlaridan tartib Afrikada bexatarlik va yo'qsullik mushaqqati ostida hayotini davom qilayotgan kishilargacha bo'lgan har kimga ko'ngil ishkimizni adoqcha ochiq tutamiz. Qayerda bir mazlum bo'lsa, qayerda bir ziyonkashlikka uchirg'ichi bo'lsa, har qachon ularning yanida bo'lishga tirishchanlik ko'rsatamiz. Turk davlati va Türk milleti boluş süptimiz bilen şükürki ötmişimizde mustamliki qilish nomusi, irqiy qirg'inchilik qilish ayıpi, adaletsizlik qilish qari deg'imiz yo'q, dedi. Xitoy BDT'da o'z jinoyatini aqlab Uyg'urlarni qariladı. Janubiy Xitoy pochta gazetining 30-sentabrdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Jang Jun boshchiligida tashkillangan Xitoyning Rossiya qatorliq ittifoqdoshlari ishtirok qilgan bir yig'inda xalqaro jamiyatning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qirg'inchiliklari haqidagi ayblashlarini inkor qilib, bu vahshiyona irqiy qirg'inchilik jinoyatini terrorizmga qarshi qonunliq kurash deb pardozlagan. Xitoyning o'ziga qarshi ayblashlarga parvo qilmasdan o'z jinoyatlarini %100 to'g'ri qilmish deb atashda boshdan oyoq ching turishi sargardonlikda yashayotgan Uyg'ur xalqining Xitoyga qarshi kurashda bor kuchi bilan otlanishi kerakligining ta'xirsizligini ifodalaydi.